Bu sizlarga oddiy Skyblockga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin bu hech qanaqa oddiy Skyblock emas. Orqamda ko'rib turganingizdek, mana shunaqa g'alati orollar bor. Bu orollar oddiy orol emas, bu orollarda zombilar bor. Ya'ni zombi apokalipsis, ya'ni o'shanaqa Skyblock oroladamiz biz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'ramiz biz tirik qola olamizmi yoki yo'q. Mana bu yerda tozalab yuboramiz. Buni olamiz. Bu nimaga kerak bilmayman, lekin maylimamki qo'yib qo'yamiz. Xo'p, sandig'imizda nimalar bor? Ozgina nonlar, suv, bir bolalar, bular bizga kerak, chunki zombilar bizani tishlab, mazamizni qochirmasligi uchun bu narsalar bizga kerak bo'ladi. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu kanal yangi, kanalni ko'tarish kerak. O'shaning uchun ham hozir o'zida obuna bo'linglar. Skin yarashganmi yo'qmi, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'p, endi biz birinchi bo'lib daraxt olishdan boshlaymiz. Nu daraxtlarimiz mana sochniy, mochniy, короче, chotki bo'lib turibdi. Yaxshi 6 ta daraxt bor bizda va bularni olib maydalab turib o'zimizga eng kerakli bo'lgan narsalarni yasab olamiz, ya'ni xuddi shu narsalar. Xo'p, biza qolgan o'zimizga kerakli resurslarni boshqa orollardan borib olib kelamiz, lekin boshqa orollarga borishdan oldin biza daraxtlarni ko'paytirib olishimiz kerak bo'ladi. Daraxt qanaqa ko'paytiramiz o'zim ham bilmayapman, lekin bu yerda bloklar bo'lish kerak adashmasam. No, mana bu narsani ko'paytirish kerak. Ozgina peshana terimiz to'kilar ekan, mayli. Xo'p, bizaga bitta kirka kerak ekan va mana bu joyni ochishimiz kerak biza. Ya'ni nima deydi, tosh ferma qilish uchun mana bu yerdan o'zimizga sharoit qilib olishimiz kerak va undan keyin tosh ferma qilsak ham bo'laveradi. Mana bu yerda ikkita bo'lsa, mana bu yerdan tushadigan joy bo'ladi. Hoppa. Keyin yana bitta qo'yiladi adashmasam. Mana. Menimcha shunaqa edi, 3 tamidi bu tomonda. Agar mana shunaqa bo'lsa, hoppa, ochib o'tdi. Mana bu yerdan olib tashlaymiz-da, bu yerga yana bitta qo'shishimiz kerak. Hop, bundoq. Bu yoqlardan oqib ketadi-yu. No, kelinglar bu yoqni ham bundoq qo'yamiz. Va menimcha bo'ldi. Bu yoqqa lava qo'yiladi, bu yerga suv qo'yiladi. Qani? Hoppa. Lavamiz yo'q bo'lib qolmasmikan? Mayli, yo'q bo'lsa ham menga farqi yo'q. Hech bo'la qolmaydi. Yo'q bo'lmasa ekan bo'ldi. Bizlar, короче, уже yasash texnikasini topdik. Bu tosh bo'lsa kerak adashmasam. No da, men bilan ikki chekka qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi zashta qilib turadi bizani. Biza uzoq vaqt davomida mana shu toshlarni olishda davom etamiz. Sizlar videoga like bosinglar. Men tugatib bo'lgandan keyin videoni davom ettiraman. Oxirgi kirkam ham sinib ketdi. Men ko'rishinglar mumkin, mana mashincha tosh oldim va endi biza boshqa orolga surishimizdan oldin yorug' bo'lish kerak, yomg'ir to'xtab olish kerak. No, mayli, bir chekkada o'tirib, ezilib mana bunaqasiga kutib o'tiramiz. Men rekord qo'ymoqchiman. Mana shu videoni o'zidan bizga 1000 ta obunachi kelsa, rasam xursand bo'lgan bo'lardim. O'shaning uchun obuna bo'linglar iltimos. Tezroq 1000 ta obunachi qilaylik, biz ham ko'tarilaylik, onasini hamsa. Qachongacha yuramiz? 500 ta, 600 ta bo'lib. Davay 1000 ta qilishimiz kerak. Bu kanal dalsh yuradi. Короче, o'shaning uchun ham maksimal podдержка qilasizlar. Bu kanal sotilmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki videoni oxirida sizlar uchun yana tayyorlangan bitta chotki video bor. O'shani ko'rishinglar mumkin. No, chiqadimi yo'qmi garantiya bera olmayman. No, agar chiqmasa, videoni opisiyaniyasidan topsanglar bo'ladi. O'sha opisaniyada video deb qo'ygan narsa bo'ladi. Video deb yozib qo'yganman, tagida silka bo'ladi. O'sha silkani bosib, videoni ko'rsanglar, maza qilib, dam olasizlar demoqchi edim, уже o'ylab oldim. Let's go. O'l tezroq. Chiqar. Kepenintar yoniq bo'lmasa, narsalarim yo'q bo'lib ketib qolsa. Ayo turgan ekan. Yaxshi. Endi biz suramiz mana shu tomonga. Bu yoqda ancha lutlar bor, chunki bu kartani o'ynaganman men. Menga yoqqani uchun ham yana bir marta o'ynab video qilishga bo'ldi, gapirmanglar, sizlar gapirasizlar, men tushib ketaman bor, gapirmanglar вообще menga. Jim o'tiringlar, onasini hamsan. Nima balosizlar sizlar? Qani boyagi joy? Mana bu yerda ekan-ku. Let's go. Let's get it, bro. Let's go. Chiqamiz. Yaxshi, maytap ham tugadi menimcha, endi aktiv zo'r bo'lsa kerak. Shuning uchun ham maksimal podдержка qilaveringlar, chunki kanalni ko'tarib, bu kanalga ham knopka olishimiz kerak. 100 ming ta bo'lishimiz kerak onasini hamsa. O'shaning uchun hammalardan maksimal podдержка kutaman. Dino Uz kanali uchun o'z obunangizni bosing. Vay! Ota almozlar bor ekan. O'shalarni uxlatish kerak bor. Normalniy soqqa qilsa bo'ladi. Zombilar orqamdan sakrashyapti-ku. Hoppa. Menimcha, mana unim yetmaydi. Nima edi? Bloklarim. No, mayli. Ana qilaveramiz. Mana semiz brat nima qilib turibdi bu? Uyalmaydimi? Brat balobon bo'tdi. Boring, tushing, yo'qoling. Boring. Yonga tushirib yuborish kerak-da buni. Mana bo'ldi. Kirkam ham, toporim ham sindi. No, bulardan ehtiyot bo'lish kerak. Libboy joyda paydo bo'lib qoldi bular. O'shaning uchun ham ehtiyot bo'lib chiqamiz.
buni qo'yib olsak, mana bo'ldi, уже blokim tugadi. Nari yoqqa qanaqa o'taman endi deb turganda, menda taxta borligi esimga tushib qoldi. Bizada boshqa hech bola yo'q, cho'pdan boshqa. Bularni qanaqa uraman bilmayman-u, harakat qilaman, lekin hachabi urishga. Opa. Bratlar, tushinglar qani. Opa. Tushinglar bratlar. Qani mamni kovlab sakrab o'tsak bo'larmikin, yo mamni kovlash kerak. O zombilar kelyapti meni o'ldirgani. Lekin meni o'ldirisha olmaydi, chunki oldimga ham kelisha olmaydi bular. O'zi tushib ketar ekan. Qani orqamda. Ana gigant qara. Oldimga kelyapti bu gigantda. Menda qilich bor ekan, yaxshi. Yaxshi hachabi bizada qilich. Kelaveringlar bratlar, kelaveringlar. Xo'p, biz hozir katta gigant bilan jang qilamiz birga. Ikkita ekan-u. Yaxshi, qaytganim ham yaxshi bo'ldi. Hozir bitta kilka yasimizda. Ozgina bloklar olib, keyin yana qaytib borib bilan dingir mazasini qochirib, короче, boy bo'lib qaytib kelamiz. Yana bitta yomon xabar bor. Menda ana qolmabdi. Oti nima edi? Yog'och. Yog'och qolmabdi. Ko'rasizlar bolalar, qornim och, lekin sizlar uchun video olaman. Sizlar meni qadrimga yetmaysizlar. Sizlar meni qadrimga yetmaysizlar deb obuna bo'lmaysizlar. Obuna bo'linglar hozirroq. Onasini debsan. Obuna bo'lish kerak bunaqa kontentlar uchun. Kim chiqaryapti bunaqa zo'r videolar mendan boshqa? Aytinglar. O'shanaqa video chiqaraman agar. Короче, botdan olsak, botdan ham olsak, mana. Opa. Bo'ldi. Nima problema? Mana 9 ta blok bor. Ozgina qoldi. Tushib ketdim deb o'ylayman-da, lekin tushmanman. Xo'p. Sakrash kerak bo'tga. Mana buni olamiz. Bu kerak bo'ladi bizga. Ketdi 9 ta bo'lsa, menimcha narigi betga o'tishga yetadi. Keyin bitta binoga kirib olishimiz kerak. Ana bino katta ekanda. O'sha binoga kiramiz. Menimcha lootlar yaxshi u binoda. Men bu kattalarga nima bor ekan deyapman deb o'tdi. Bular qanaqa o'ldirsak bo'ladi bularni? Brat, qanaqa bo'lasiz? Qattingizga ursangiz, bu bratni jahlini chiqarish kerak. Jahlini chiqarsa keyin o'ladi. Ke bu yoqqa. Ke, mana basharasini qaranglar, tarvuzga o'xshaydi basharasi. Buni yo tushirib olish kerak. Nima deysizlar? Nabdi kovlab turib tushirib olsak bo'ladi menimcha. Nega maymaydi bular? Ko'paysa. Yaxshi. Yo'qolaringlar, uyalmaysanlarmi? Birovning uyiga kirib oldilar, короче. Men adashib ketdi. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir qaranglar. Bundoq qo'yamiz. Balandroqqa chiqamiz. Bundoq qilsak. Bundoq qilsak. Bular hammasi keladi-ku hozir. Kelgandan keyin biz bilan uchib kirib ketamiz. Bizga yana blok kerak, chunki bu yoqqa kirgandan keyin bekim olishga, chunki bular orqamdan keladi baribir. Tayyormisizlar? 3 2 1 let's go. Qoch. Kirib qaqadir bekim olish kerak. Ham sanduqlar bor joyga kirib ketish kerak, chunki bular hozir past orqamdan keladi. Menga bloklar kerak, tatem bor ekan. Mana menimcha bular bilan to'ssa bo'ladi yo'lni. Qanaqa ne to'silmayapti bu? Ne to'silmayapti? Qoch. Kelyapti krisalar. Bularni olish kerak. Bloklar borligida bloklardan foydalanish kerak. Qoch. Voy bilan tez kelishini qaranglar krisalarni. Yo'lni to'sib olish kerak. Yo'lni qanaqa to'sib bo'ladi? To'silmayapti yo'l. Yo'l to'silmayapti. Bularni urish kerak demak. Shikal короче, bolalar mahallada shikal. Chaqirsin libboyni, dadalarni, buvlarni, oylarini. Bu qachon semiz qachon o'ladi? Bo'ldi. Yo'lni to'sdim. Mapni ham to'sish kerak. Endi menimcha bular kira olmaydi botga. Men bittan shoshilmasdan bloklarni dotdim. Bitta dona blok bor ekan. Nimayli. Xo'p, men buni titmadimmi oxirigacha? Mana bizga bloklar. Mana. Obunachilik kerakmidi sizlarga? Bo'ldi, biz bemalol uyga qaytib, короче, botga kelmasdan ham maza qilib yashasak bo'lar ekan. Menga kerak emas, to'g'rimi? Wow, bo'ldi. короче, biz boymiz уже. Bizda anchagina bloklar bor. Kerak narsalarni tashlab yuborsak ham bo'laverar ekan. Men bu blok ishlatsak ham bo'laveradi hozirchaga. Keyinchalik o'ylab ko'ramiz. Va bu yerda yana bitta etaj bormi, yo'qmi bilmayman. Mana bu sandiqni ham olmadik. Soat bor. Yaxshi kravat, eng asosiysi kravat. Kravat kerak edi, kravat topildi. Voy, uchib kelyapti men ham. Voy, bitta emas ekan timoli. Yo'qol sassiq. Qarab, voy. Menga temeli bolalar, men iltimos. Men yaxshi bolaman. Bundoq qilsam. Opa. Ne tugamaydi bular? Semizlar opasni emas ekan, lekin men bular вообще opasni ekan, men ozg'alar.
voy tugamayapti bular. Yo-mayo. Bratlar, yo'qolinglar bu yerdan. Tez. Suringlar, men asabga tegmanglar. O'zi yoqmayapti. Yo'qol. Bo'ldi menimcha, boshqa zombi qolmadi. Bu yoqda eshikni olib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi boshqa anoga surib yuborish kerak. Mana buni olish kerak, lekin bu ortiqcha narsalar bo'lib ketsa, o'shalarni solishga kerak bo'ladi. Dudalar yuribdi bu yerda. Och. Eng asosiysi bizada bloklar bor, hozir yo'lni to'solsak bo'ladi. Bundoq qilib, bundoq. Mana bundoq. Menimcha kirish olmaydi bular boshqa yo'ldan. Da bo'ldi. Chotki. Bu yoqda nimalar bor? Xo'p, oltin alma. Olma emas, alma. Xo'p, bizga mana ham kerak bo'ladi firework. Xo'p, bo'ldi. Keyingisi bu yoqda kerakli narsalar umuman yo'q. Pichan. Olib qo'yamiz pichanni. Pichan kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu yoqda ham firework bor ekan. Fireworkni mana bunga almashtiramiz. 40 ta blok bunga almashtiramiz. Bu yoqda yana ozgina narsalar bu yoqqa qo'yamiz. No qaranglar. Videoni eng qiziq joyda tugatamiz-da. Men hozir bu yoqda qamalib qolib ketganman, chiqib ham keta olmayman chunki menimda zombilar bor. Hozir chiqishim bilan zombilar bo'ladi. Bu yoqni o'zim uchun kichkina bazacha qilib olaman va sizlar bu videoni ikkinchi qismini boshqa kanalda ko'rasizlar. U kanalga silka описаниеda va kommentariyada bo'ladi. O'tinglar va ko'ringlar. Hozir prям chiqqan bo'ladi sizlar bu videoni ko'rganinglarda. Let's go.